Qalbingiz doimo quvonchli bo'lsin, yuragingiz hamisha urib tursin, Robbim sizni har qadamda asrab yursin, quvonchli kunlaringiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, yaqinlarimga tabrik loyihasining aziz muxlislari. Barchangizga a'lo kayfiyat tilab, boshlovchi Yasminaxon sizlar bilan birga. Qani ketdik azizlarim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismoiljon aka, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz a'lomi otajonim? Rahmat. Alloh rozi bo'lsin otajonim. Avvalo sizni bugungi tavallud ayyomlaringiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Alloh umringizni uzun, tanijoningizni doimo sog' salomatda qilsin otajonim. O'zimni tanishtirsam, yaqinlarimga tabrik loyihasidan Kamina boshlovchi Yasminaxon bo'laman. Siz uchun qo'limizda go'zal tilaklar, samimiy tabriklar bor. Qabul qilib olasizmi otajon? Mayli. Alloh rozi bo'lsin otajonim. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu qo'limizga kelib tushgan go'zal tilaklar, samimiy tabriklar kimdan kelgan deb o'ylaysiz otajon? Adam farzandlarimdan bo'lsa kerak-da. Albatta, farzandlardan, mehribonlaringizdan, aynan qaysi birlardan kutasiz? Bizga bittalari barcha farzandlar nomidan tabriklab qolganlar. Qaysi birlar deb o'ylaysiz? Ismlari? Yo'q, Rahbarxon emas. Mehribon bo'lgan qizalog'ingiz Robiyaxon bo'ladilar. Siz uchun go'zal tilaklar bilan bir qatorda juda chiroyli ta'rif berdilar. Dunyodagi eng mehribon, halol, iymonli otajonim deb ta'rif berdilar. Joni sog' bo'lsin, rahmat. Sog' bo'ling, Alloh umringizni uzun qilsin. Hamisha doimo oila a'zolaringizni baxtiga mana shunday sog' omon bo'ling. Albatta bu tabrikka mehribon bo'lgan ahli ayolingiz Salbarxon ona, farzandlaringiz Baxtiyorjon aka, Isroiljon, Rahbarxon kelin qizingiz Muxtasarxon, Marhaboxon, barcha nabiralar va oila a'zolari qutlab tabriklab qolishgan sizni. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'lsin, hammasini sizlarga ham rahmat. Menga ham sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, baxtli saodatli bo'ling. Amin, inshaalloh. Hamisha mana shu farzandlaringizga bosh bo'ling. Ardog'larida, e'zozlarda bo'lmoqlik nasib aylasin. Otajonim, mehribon bo'lgan go'zal yuzli qizingizga qanday ta'rif bergan bo'lardingiz? Dunyodagi qaysi bir gulga o'xshatasiz qizingizni? Endi tarifi yo'q qizlarimda, yaxshi, rahmat. Qizlarimda tarifi yo'q. Mashallah. Endi joni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, hammasi ham bolalarga ega bo'lsin. Amin. Otajonim, ana endi mehriboningizda go'zal tilaklarni o'qib eshitarsam, eshitasizmi? Mayli. Marhamat tinglang otajon. Shunchaki omadim kelib qolmadi. Bir zumga olovga aylanmas uchqun. Siz qo'llab turmasangiz hech kim bo'lmasdim. Ota, ming shukrlar borligingiz uchun. Istagim muhayyo bo'ldi kamlarsiz. Biror kun o'tmadi baxtli damlarsiz. Shuncha yil yashadim axir g'amlarsiz. Ota, ming shukrlar borligingiz uchun. Assalomu alaykum, xayrli kun, mehribonim, davlat boshim, boshimda tojim, suyanchig'im, bu dunyoda ishonganim, aziz insonim, mehribonim, otajonim, men uchun hamisha yuksak hurmat, e'tirofimga sazovor bo'lgan inson. Kulgulari quvvatim, rizoligi davlatim bo'lgan, bu dunyoda borliklarning o'zi eng katta oliy baxtim bo'lgan padar buzilkvorim, dadajonim, siz meni toji davlatimsiz. Butun dunyo otalarining ichida eng beg'uborisiz. Sizni mana shu bugungi tavallud ayyomlaringiz, shukronalik kunlaringiz muborak bo'lsin. Bugungi qarshi olgan 57 yoshlaringiz qutlug' bo'lsin deyman otajon. Alhamdulillah bo'lsin. Allohimga shukrlar bo'lsinki, mana shunday yoshlarga yetkazibdi. Bundanda ulug' yoshlarni qarshi olmoqlik, bir asrlik yubiley to'ylaringizda ham yubiley to'ylarni qilib duolaringiz ila sarmast bo'lmoqlik nasib aylasin. Biz uchun halol, mehnatkash, zabardast otajonimsiz. Barcha qizlarni sizdek otasi bo'lsin. Mendek baxtiyor bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Faxrlanaman otajonim, g'ururlanaman. Dunyoda mehr, muhabbat ila bizni unib o'stirdingiz. Mehribonim, boshimda tojim, otajonim, boringizga shukr mehribonim.
alloh umrlaringiz uzun qilsin. Inshaalloh bizni deb qilgan ta'lim tarbiyangiz, berganlaringiz, chiroyli ta'lim tarbiyalaringiz inshaalloh qalbimizga hamisha joy bo'lgan. Inshaalloh har qadamda yuzingizni yoriq qilib, jannatlarda boshingizga toj kiydirgan farzandingiz, dilbandingiz bo'lamiz inshaalloh. Borligingiz uchun rahmat otajonim. Hamisha biz uchun mehnat qilasiz, ishlaysiz, tinim bilmaysiz, mehnatkashim, halol topgan har luqmangizni yeb, ilmlaringizdan, bilimlaringizdan olib unib ulg'aydik inshaalloh. Dunyoda hech kimdan kam emasmiz. Mana shunday mehribon otajonim, boringizga shukr otajonim. Sizni judayam yaxshi ko'raman otajon. Alloh nasib aylasa, birgalashib Allohimning baytiga bormoqlik nasib aylasin. Dunyo turguncha turing otajon. G'amim yo'q, hamisha yuraman kulib. Davlatim yonimda turganin bilib, quvonchni bag'rida g'amlarim qovib, bu dunyo turguncha turing otajon. Baxtiyor kunlarim ko'ring otajon. Nimani xohlasam muhayyo bo'ldi. Ko'zlarim quvonch va nurlarga to'ldi. Birgina rahmatim aytishim qoldi. Bu dunyo turguncha turing otajon. Baxtiyor kunlarim ko'ring otajon. Yonimda tog'dayin suyanchim bo'ling. Nogoh yiqilsam gar tayanchim bo'ling. Xatoga yo'l qo'ysam tergovchim bo'ling. Bu dunyo turguncha turing otajon. Baxtiyor kunlarim ko'ring otajon. Agarda ko'nglingiz ranjitgan bo'lsam, dilingiz yaralab og'ritgan bo'lsam, deymanda men sizdan rozilik olsam, bu dunyo turguncha turing otajon. Baxtiyor kunlarimiz ko'ring otajon deya go'zal chiroyli tilaklarni yakunlaganlar mehribon bo'lgan qizalog'ingiz Robiyaxon bo'ladilar otajonim. Mehriboningizga chiroyli tilaklaringiz bo'lsa eshitamiz sizni hamma endi. Rahmat, tanijon sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Ota-onasiga, amaki qaynonasiga chiroyli xizmatini qilib duosini oladigan soliha farzandlar onasi bo'lib yetishsin Parvardigor. Umri uzoq, tanijon sog' bo'lsin, sizlarning ham umringiz uzoq bo'lsin. Mana shunday quvonchli kunlarda hamroh bo'lib, mana shunaqa tabriklarni yetkazib, duolarga sherik bo'lib. Amin. Inshaalloh otajonim. Amin. Tashakkur otajonim. Go'zal duolaringiz uchun tashakkur. Samimiy tilaklar uchun rahmatlar aytamiz. Mana shunday quvonchli kunlaringizga sherik bo'lganimizdan biz ham bag'oyatda xursandmiz. Yaqinlarimga tabrik loyihasi ijodkorlari ham boshlovchi Yasminaxon ham chin qalbimizdan qutlaymiz. Mehribonim, farzandlarning ardog'ida bo'ling. Birgalashib Allohning baytiga bormoqlik nasib aylasin. Salomat bo'ling, omon bo'ling otajon. Rahmat, sog' bo'lsin. Rahmat tilayman. Tashakkur.